Herkese merhaba. Bugün Türk tilidagi A1, A2 darajadagi so'zlarni bir video, daha doğrusu çizgi film sayesinde öğrenmeye çalışacağız. Çizgi filmimizin adı Sihirli Kazan. Sihirli degani sehrli, kazan esa qozon deb tarjima qilinadi. Hadi başlayalım. Çiftçi Gopi. Çiftçi dehqon degani turk tilida, Gopi esa ism. Dehqon Gopi o gün yana mutsuz bir şekilde, o'sha kuni yana mutsuz bir şekilde, baxtsiz bir holatda tarlasini gitmish. Tarla degani dalasiga ketibdi. Bu yerda mishli o'tgan zamon qo'llanilgan, gitmish o'zbek tiliga gan ekan yoki ibdi deb tarjima qilinadi. Dalasiga ketibdi. Chunki yoz mavsumi olmasına rağmen, chunki yoz mavsumi, yoz fasli olmasına rağmen bo'lishiga qaramasdan, bu yerdagi rağmen qaramasdan deb tarjima qilinadi. Chunki yoz fasli bo'lishiga qaramasdan tarlasi hali urun vermiyormuş. Dala hali ham urun mahsulot vermiyormuş. Bermayotgan ekan. Yoz fasli bo'lishiga qaramasdan, dalasi hali ham mahsulot bermayotgan ekan. Bugun de tarlamdan hiçbir ürün çıkmadı. Bugun de ham tarlamdan, bugun ham dalamdan hech qanaqa mahsulot chiqmadi. Ne olacak böyle? Ne olacak böyle? Endi nima bo'ladi? Ifodasiga to'g'ri keladi. Eğer krallığa ürün sunamazsam, agar qirollik yoki saroy ürün mahsulot sunmak degan topshirmoq degani. Agar saroyga mahsulot topshira olmasam, bu çok kötü olur. Bu çok juda kötü olur, yomon bo'ladi. Bu juda yomon bo'ladi. Günlerden bir gün Gopi, kunlardan bir kun Gopi, verimsiz toprağını eshalamekdan, verimsiz hosildor bo'lmagan tuprog'ini eshalamak degani qazmoq, ishlatmoq degani. O'sha qazishdan tam voz kechajekmishki, tam degan endi voz kechajekmish, voz kechmoqchi ekanki, bu yerda ajak hali sodir bo'lmagan ish harakatni bildiryapti. Endi voz kechmoqchi ekanki, mishni esa ekan deb tarjima qilyapmiz. Kurayi, ya'ni qo'lidagi asbobi, kuragi qattiq bir jismga urilibdi. Charpmak degan urilmoq degan, charpmish urilibdi. Bu da ne böyle? Bu nima bo'ldi? Bu nima ekan? Bu da ne böyle? Kazmaya devam ettiğinde, kazışga davom etganida bunun bir kazan, ya'ni buning bir qozon olduğunu ekanligini bilibdi. Tarlamın içinde bir kazanın ne işi var? Yani dalamning ichida bir qozon nima qilyapti? Yana ichi ham bo'mbo'sh deb tarjima qilinadi. Hamda ham yana deb tarjima qilsak bo'ladi o'zbekchaga. Ichi esa ichi de, bu yerda ham.
Gopi boshi boshina yo'rulduğu için, hani Gopi boshi boshini bekorga degan. Bekorga charchagani uchun, yo'rulmak charchamoq, yo'rulduğu uchun, charchagani uchun Boşu boşuna yorulduğu için çok mutsuz oldu. çok mutsuz olmuş, juda xafa bo'libdi. Mutsuz, baxtsiz degani tarjimada bu yerda xafa bo'libdi, yana ham to'g'ri keladi. Çapasını kazanın Chapasini qozonning ichine bırakmış. Chapa degani turk tilida o'zi o'zbekchaga ketmon deb tarjima qilinadi. Qozonning ichiga tashlabdi. Bırakmak degani tashlab ketmoq, tashlab yubormoq, qo'yib yubormoq deb tarjima qilinadi. Ya'ni ketmonini qozonning ichiga tashlab içine bırakır. Dinlenmek için dinlenmek için bir ağacın dinlenmek, dam olmoq uchun bir daraxtning ağacın altına uzanmış. Altı degan osti, bir daraxtning ostiga uzanibdi. bir süre Bir süre sonra eve dönmek için, bir süre sonra biroz vaqtdan keyin, sonra keyin eve dönmek. Dönmek degan qaytmoq degan, uyga qaytish uchun eve dönmek için çapasını almak istediğinde chapasini almak istediğinde chapa yani ketmon. Ketmonini olishni xohlaganida kazanın için qozonning ichida, qozonning ichida, qozonning ichida 100 chapa daha olduğunu fark etmiş. 100 chapa ketmon yana daha bu yerda yana deb tarjima qilinadi. Yana 100 ta ketmon borligini farqiga boribdi, bilibdi. ve 100 çapa daha olduğunu fark etmiş. Ne? Ne? Ama nasıl olur bu? Nima? Bu qanaqa bo'lishi mumkin? Ama nasıl olur bu? Bu qanaqa qanday bo'lishi mumkin? Bu qanday sodir bo'lishi mumkin? Ama nasıl olur bu? Benim sadece bir tane. Benim sadece bir tane çapam vardı. Mening faqat bir dona ketmonim bor edi. Sadece degan faqat. Tane dona chapa o'rgandik ketmon. Ketmonim bor edi. Çapam vardı. Gopi çapa dolu kazanı boşalttı. Gopi chapa dolu qozonni boshалтib, ya'ni o'sha ketmonlar to'la qozonni bo'shatib, bo'shaltmak, bo'shatmoq degani, ichidagini to'kmoq degani. Bu sefer de Bu sefer de içerisine küreğini koymuş. Kürek bel degani. Bu sefer ichiga, ya'ni qozonning ichi kuragini qo'yibdi. fakat o da ne? Fakat o da ne? Bu nimasi? Deb tarjima qilinadi. Fakat o da ne? Bu nimasi? Kazanın Qozonning ichida bir anda, ya'ni qozonning içinde ichida bir anda 100 kürek daha olur. 100 kurek daha olavermish. Ya'ni 100 ta bel yana paydo bo'libdi. Bo'lib qolibdi, paydo bo'lib qolibdi. Vermiş. Yoksa Yoksa yoki yoksa bu kazan yoki bu qozon sehrli bir qozonmi? Sehrli bir qozonmi? kazan. Kimin aklına Kimin aklına gelirdi ki? Kimning aqliga keladiki? getirdi ki? Çok heyecanlı. O an çok heyecanlanan Gopi, şu vaqtda juda hayajonlangan Gopi, Kazanla beraber qozonla beraber hemen evine dönmüş. Qozon bilan birgalikda hemen degan darrov tezda uyiga qaytibdi. hemen evine dönmüş. Evindeki yumurtalardan Evindeki yumurtalardan birini, deki degan dagi degani uyidagi yumurta tuxumlardan birini sihirli kazan sehrli qozonning ichine bırakmış. Sehrli qozonning ichiga. İçi degani, ichi ne degani? İchiga. Bırakmış degani biz o'rgandik, qo'yibdi, içine bırakmış. solibdi. Birozdan keyin qozonning ichi yumurtayla to'lib toshmish. Yumurta o'rgandik, tuxum to'lib toshmak, to'lib toshibdi, to'lib ketibdi. Taşmış.
Gözlerime. Gözlerime inanamıyorum, bu bir deyim. Ko'zlarimga ishonmayman. Daha sonra Daha sonra elmasini ve ekmeğini. Elma, olma, ekmek, non. Birozdan keyin olmasini va nonini kazanın içine koy. qozonning ichiga qo'ymish, qozonning ichiga solibdi. Sihirli kazan Sehrli qozon, sehrli qozon, gopiya yuzlarcha ve ekmek olma va non beribdi.